O'g'lim, bu yoqqa kelgin. Ana uni qara. Men senga aytgandim, xotining o'g'ri tomog'i. Ha, urushda och qolib ketgan odam rolini o'ynashim kerak edi. Shunga repetitsiya qilyotdim. Kelin, choy damlab bering. Xo'p, bo'ladi oyijon. Undan kichkinagina rolim bor edi. Repetitsiya qilib olasiz bilan. Xo'p, mayli. Ha, menga qarang. Bo'yi malikasi menman, tushundingizmi? Siz oddiygina bir qulsiz. Agar burnimni siz pichoqni qolaman, tushundingizmi? O'san va shu o'zingdan ketibsan, nima qilyapsan? Yo'q, adasi oyijon bilan rol o'ynayapman, repetitsiya. Oyim bilan shunaqa rol o'ynaysanmi? Qatkoyi? Choyni o'zim damlab kelay. Kim u? O'rtoq, sen mashhur aktyor bo'lib ketganingdan keyin men ko'rgani kelasan deb hayotda o'ylamadim. Sanoning emas, xotining chaqirib bor. Tushunmadim. Hali eshitmadingmi? Xotining bilan birga Yevropaga ketyapmiz-ku. Hozir men Yo'q, meni noto'g'ri tushunasan. Xotining bilan birga ishlaymiz-ku, gastrol ketyapmiz. Voy dada, harakatimga. Nima qo'rqasizlar? Rolga tayyorlanyapman. Alhazardan o'taman kastingdan. Bilaman. Siz xohlaganda ayol bo'la olmayapman. Sizni jahlingizga chiqaryapman. Iltimos, meni kechiring. Ya, mayli, xijolat bo'lma. Ishonarli chiqdimi? Voy, demak, roli tayyor. Ye? Aktrisa